Hammaga salom do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Dilisa Zarifjonov kanali do'stlar va bugungi videoda biz Dream League Soccer 2026 o'yinida bir do'stim bilan birga bir o'yin o'ynaymiz do'stlar. Bugun albatta qiziq o'yin bo'ladi degan umiddamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling do'stlar. Qani bo'lmasa biz hozir boshlayapmiz o'yinni. Xo'p. Bugungi mehmonimizning ismlari Elyorbek. Bugun juda qiziq o'yin bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p. Hozir o'yinga kirib olyapmiz do'stlar. Elyorbek ham bosadi hozir. Hop. Mana bo'ldi do'stlar. O'yinga kirmoqda, ko'ryapsizlar. Akkaunti unchalik kuchli emas, ammo ikkita pushti kartali futbolchisi bor ekan. Elyorbekni bugun do'stlar bu Elyorbekning sinfdoshim bo'ladi. Bugun ajoyib o'yin bo'ladi degan umiddamiz. Qani bo'lmasa biz o'yinni boshlab oldik. Hop, joyingizga yaxshilab o'rnashib oling do'stlar. Va hozir qanotdan Vinicius pas Araujo uzoqlashtirmoqda. Suarez ketdi. Adams darvozabonga. Hozir xato qilishimizga sal qolgandi. Alisson tepib yuboryapti to'pni va Joan Garcia. Hop, yana bizning darvozabonga, faqat darvozabonlar o'ynayapti. Rudiger, Adams. Hop. Bu yerda Salah va Mbappe qochib ketadimi? Mbappe hozircha o'tib ketmoqda. Rodri. Hozir qanday qilib to'pni olib qo'ydi Elyorbek va hozir yana hujum bo'lmoqda. Ichkariga uzatma, zarba va gol. Ajoyib do'stlar. Hozircha biz hisobni ochib oldik. Bu Elyorbekning o'yinga endi ta'siri qanday bo'lar ekan do'stlar bu goldan keyin. Va mana darrov hujumga o'tmoqda Rafinha bilan, ammo biz Bellingham bilan to'pni olib qo'ydik. Bu yerda Teo Hernandez yuqoridan qanday pas hozir do'stlar. Rodri pas va gol. 2-0 do'stlar. Do'stimiz. Afsuski endi o'zlarining akkaunti o'chib ketibdi do'stlar. Shuning uchun hozir yangi ochilgan akkauntda ikkita pushti futbolchisi bor akkauntda o'ynayapti. Hop, endi to'g'ri tushunasizlar. Gap akkauntga ham bog'liqda, lekin o'zlari juda ham yaxshi o'ynaydi do'stimizni. Hop. O'yinning 30 daqiqa ortda qoldi. Dilisa vaqti bilan albatta. Hop, ketdi. Rodri, Mbappe, Kylian qochib ketadimi? Va chiqib ketmoqda do'stlar. Elyorbek. Afsuski nimagadir chiqib ketdi. Va menimcha cho'ta birinchi o'yindan qo'llar kelmay qolish shekilli, mayli. Ikkinchi o'yinda bundan ham yaxshi o'ynashga harakat qiladi menimcha. Xo'p, endi bu yerda internet muammosi bo'lyapti do'stlar. Ming bor uzr so'rayman bu uchun. Xo'p. Yana qaytadan bossalar yaxshi bo'lardi. Nimaga chiqib ketdi bilmadim. Menimcha yutqizayotganlar uchun chiqib ketdi. Hop, mana do'stlar, o'yinni qaytadan boshlab olyapmiz hozir. Endi bu safar ham biz o'yinni Elyorbekning uyida bo'lar ekan, Elyorbekning stadionida. Lekin Elyorbekning ham tarkibi yaxshi, hali akkaunti ochilmaganiga menimcha biroq ham bo'lmadi mana. Lekin omadi kelibdi, pushti agent olishdi do'stlar. Ryerson bilan Suarez chiqdi. U yomon emas. Siz hozir bossalar bo'lardi. Va o'yinni boshlab oldik. Vitinha, keyin Moziken do'stlar qanotdan kirib bormoqda. Adams qanday patkat bilan hozir qutqaryapti. Hozir hisobni ochib ketmoqda Suarez bilan do'stlar. Elyorbek do'stimiz.
Gollarini ko'ryapti, lekin mana bu joyda ajoyib qaytargandi. Ikkinchisi o'tib ketib qoldi do'stlar. Mayli, hech qisi yo'q. O'yinni davom ettiramiz. Qanotga Salah, qarama-qarshi qanotga pas. Vinicius, Mbappe, Kylian, zarba va gol. Ajoyib do'stlar. Mana tezkor javob qaytaryapmiz Elyorbekning goliga. Va hozir yana mana bu yerda biz to'pni olib qo'ydik. Vinicius, Mbappe, narga qanotga Salah yetadimi? Salah yeta olmadi. Afsuski do'stlar. Mayli, hech qisi yo'q. Hop. Outdan tashlab berilyapti. Salah ikkita futbolchidan o'tib ketyapti qanday? Salahdan zarba va burchak zarbasi. Do'stlar, pas bersam bo'lar ekan. Afsuski o'zim Salahni o'zi bilan urmoqchi bo'ldim. Va hozir? Yo'q, hozircha hech narsa bo'lmayapti. Salahmi bu? Salah. Muhammad Salahdan uzatma va zarba gol do'stlar. Jude Bellingham. Hozir pas qanday edi va zarba qanday bo'ldi do'stlar. Ajoyib o'yin ko'ryapmiz do'stlar. Do'stlar, mana shuncha harakatimizga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hop. Ko'ryapsiz, juda ham ajoyib o'yin bo'lyapti. Birinchi taymda o'zida comeback qildik, ammo bu yutib ketdik deganim ham emas. Men boshida aytdim, Elyorbek uncha raqiblarni yutadigan. Shunchaki ular o'ynamaganiga ancha bo'ldi va bu akkauntni yangi ochganlar do'stlar. Agarda kimdan kim birga bir o'ynamoqchi bo'lsa do'stlar, bemalol kommentariyaga yozsin va men o'sha odam bilan birga bir o'ynayman, ya'ni o'sha obunachimiz bilan bemalol yozishingiz mumkin do'stlar. Va hozir biz o'yinga qaytamiz. Bellingham. Xo'sh, Rafinha bu yerda pas beryapti va Suarez o'tib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Voy, hozir internet qotib qolgani uchun do'stlar pasni o'tkazib yubordik. Keyin Suarez, yaxshi ham hozir noaniq yo'lladi zarbani do'stlar, sal qoldi. Mana Elyorbek shunday qarshi hujumga o'tib gol urib ketadigan odatlari bor do'stlar. Va hozir Mbappe ketdi. Trent, Alexander-Arnolddan uzatma va zarba. Darvoza boshlab oldi. Hisob hozircha 3-1 do'stlar. Biz oldinda boryapmiz va golmi? Offside deyapti do'stlar. Lekin to'p raqibdan keldi-ku. Axir aytgancha bu DLC-ku do'stlar. Lekin asli hayotda to'p raqibdan kelsa, offside bo'lmaydi do'stlar. Offside bekor qilinadi. Va hozir 4-golni urishga imkoniyatim bor edi. Birinchi taym hozircha tugashni xohlamayapti do'stlar. Bu Salah yana bitta gol uryapti do'stlar. 4-1 birinchi taymning o'zida biz nimalar qilib tashlayapmiz? Afsuski Elyor hech narsa qila olmayapti, chunki bizning akkaunt juda kuchli. Ikkinchi taymni boshlab olyapmiz. Xo'p, o'zgarish qilamizmi? O'zgarish qilishga hozircha qo'l urmaymiz do'stlar. Ikkinchi taymning oxirroqlarida o'zgarish qilamiz biz. Albatta, Lewandowski tushdimi? Lewandowskimidi u? Adashmayotgan bo'lsam, hozir va do'stlar yana hujumga o'tib ketish imkoniyatim bor. Theo Hernandez pas. Himoyachilar qaytarishyapti. Kubarsi uzoqlashtirib yubordi. Kubarsi. Hozir Rudiger. Adams. Alisson. Voy do'stlar, hozir darvozabon bilan qanday fint qildik. Ajoyib olib ketdik do'stlar. Fint. Albatta. Elyorbekning o'zi ham hayron qoldi hozir nima bo'lganiga. Va o'tib ketayotgandi hammadan. Zarba yo'llashim kerak edi. Ertachiroq Dembelemidi u. Kim bo'lsa ham. Afsuski o'zim xato qildim. Hozir Adams qanday o'tib ketmoqda raqibdan. Adams. Hozir qoida buzildi. Suarezga sariq kartochka, darvozabonim bilan yana ajoyib tarzda o'tib ketdim do'stlar.
Alisson, Rudiger, De Bruyne bu qanotga beryapti va internet sal qotib qoldi do'stlar. Shu internet juda asabimni buzyapti-da. Va Mbappe do'stlar, internet qotib qoldi bu yerda. Afsus. Va bu yerda Alisson. Yura olmayapman hatto qotganidan do'stlar. Obbo. Juda qotyapti do'stlar hozir. O'yinning so'nggilarida qotib qoldi. Aynan shunday video olayotgan vaqtda shunday bo'ladi bu ham. Va do'stlar hozir hisobni qisqartiryapti Elyorbek. Xo'p. Do'stlar, agar yaqinda tez orada Elyorbek ham o'z kanalini ochadi, sizlar qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi va bu videoga ham like bosib, podpiskani bosib tashlaylar do'stlar, yurakchadan qizartirib. Va hozir internet menda juda ham rasvo. O'z onlayn do'stlar. Qochishini qarang, hatto yura olmayapman. Bu tarzda hozir Elyorbekni comeback qilib ketishi mumkin. Lekin to'g'ri, 2 ta gol farqi bor, ammo bu qochish bilan men juda katta xato qilaman. Burchak zarbasidan Elyorning usulini bilaman. Qaytarishyapti. Himoyachilar zarba va noaniq. Yaxshi, o'yin tezroq tugasa bo'lardi. Adams, Rudiger uzoqlashtiryapti Rudiger va bo'ldi, endi tugatsa ham bo'ladi, tezroq tugat. Va bo'ldi do'stlar, tugadi. Bugungi o'yin 4-2. Ikkinchi o'yinda yutdik, birinchi o'yinda ham yutgandik. Afsuski, Elyorbek chiqib ketdi. Xo'p do'stlar, hammalarga xayr, sizlar bilan Dilasiz Zarifjonov kanali edi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha hammalarga xayr do'stlar. Sog' bo'ling.